Assalomu alaykum obunachilar, chorva ishqibozlari, qo'zi qo'chqor ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Birodarlar, mana qo'chqorlarimiz keldi. Bugungi hafta kuniga yakshanba 11-may 2025. Mana qo'zilarimiz ko'rsatib o'tamiz. Mana juda chiroylilar ketdi qo'zilar. Sifatlariga baho berib, like bosib o'tib ketinglar. Akalar, kashtang variantlardan ham bor ekan, mana qizg'ich. Sori deydi-ku. Qora bahman, kashtang variantlari. Shunaqalardan bor ekan. Aka, endi buni yosh oyliklar qanaqa? Aka 6-7 oy atrofida qo'zi qo'chqorlar. Bemalol qurbanlikqa tavsiya qilsa ham bo'laveradi. Mana akalar 6 oylik, 7 oylik ekan qo'zilarimiz. Sifatli. Qo'zilarda o'zi mana shaxt eski betga o'xshab bo'lgan. Xudo xohlasa sal yengilroq bo'ladi. Inshaalloh kesanglar, sal yengillatib berishadi xudo xohlasa. Xalqimizga yengil qilib beraymi xudo xohlasa. Inshaalloh sotilib ketadi xudo xohlasa. Bo'ylari 75 plus minusda. Qani, bo'lmasam bitasini o'lchab ko'raylik. Bo'y balandrog'ini olib bo'y past bilan. Qo'y salib ketyapti. Mana. Past yerda 75. Shu bitta 75 plus minus. va 75dan 75 ekan-da. Bundan ichi baland. 75 ekan. Akalar 75. Tag'lar. 75 plus minus yolishaveradi. Birikdan taqabaqa endi bu qolipdan chiqmagan. Endi bir narxini ham aytib o'ting aka. Narxi 3.36 demaymiz. 33 ham yo'q. Hammasini burchaga olib soni 32 ta. Soniga ola 3 million 200 dan qo'yaveramiz. Mana akalar. Obunachilarimiz vaqtimizni qilsin.